10 sinf o'quvchilarimiz, birinchisi o'quvchimiz demak Hoshimov Sardor, ikkinchi o'quvchimiz demak o'sha Hazratqul Hoji Akbar. Uchalamiz hozir birgalikda svetofor tajribasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizga kerakli bo'ladigan moddalarimiz demak kaliy permanganat eritmasi, demak bunimiz natriy gidroksidining eritmasini tayyorlab olamiz va saxarozaning eritmasini tayyorlab olamiz. Saxarozanimiz yo'qligi uchun biz shakardan tayyorlab olamiz. Iliq suvda tayyorlaganligimiz uchun bu tezroq natijamiz chiqadi. Ikkinchisiga mana demak o'sha natriy gidroksidining eritmasini tayyorlab olishimiz uchun, natriy gidroksidimiz bo'lmaganligi uchun mana bunday o'sha krut moddasidan foydalanamiz. Demak bu kanalizatsiyalarga, vanna rakovinalarga solinadigan modda shu erituvchi hisoblanadigan mana shu moddadan foydalanamiz. Demak, birinchi so'zni Hoshimov Sardor boshlab beradi. Shakarni eritmamizga qo'shamiz. Bo'ladi. Yaxshilab chayqatamiz. Chayqatamiz. Endi iliqroq suvda qilganligimiz uchun bu tezroq hosil bo'ladi moddamiz. İkincisini ocaklar. Demek ki natriy gidroksidi eritmasini tayyorlab olamiz. Mana shuni yaqinroq ko'rsatinglar. Natriy gidroksidi o'rniga mana shu bilan foydalansak bo'ladi. Bu qoldimi? Yani tut qarashamiz. Demak, og'zini yopib qo'yamiz. Ortiqcha moddalarni chekib olamiz. Endi natriy gidroksididan demakda bo'sh kolbani olamiz. Bo'sh kolbani. Kaliy permanganatni yarmini bo'sh idishga solamiz. Bo'ladi. Endi chap qo'lda ushlagan holatda o'ng qo'limiz bilan natriy gidroksidning yarmini solamiz. Keyingi demak o'sha saxarozaning eritmasini demak o'sha yarim qismini qo'yamiz. 0.5 qismini. Bo'ldi, o'quvchilarga ko'rsatamiz. Bir kishi ushlaysizlar. Yaqinroq. Endi chayqatamiz endi. Bo'ldi. Yaxshilab chayqatamiz, yaxshilab. Mana shunday ko'mir tusli modda paydo bo'ladi. İştirakçılarımızı tanıştırıp ötsek. Çayqaylar tepasidan. Ver, en göz verip karı.